Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda biz aylanuvchi g'ildiraklar, ya'ni mechanical rigging. Bu Blender tilida aytganda, Blender rigging bu har bitta jarayonda, ya'ni amalga oshishda asosiy o'zak sifatida bajaradi. Biz o'tgan darsimizda ko'rganimizdek, ya'ni skin modifierdan foydalangandik, ya'ni buni armature funksiyasidan. Bugungi darsimizda esa biz haqiqiy armature qo'shishni asosiy vazifalarni ko'rib o'tamiz va shuningdek darsimizni boshlaymiz. Va darsimizni Blender 4.4 versiyasi bilan boshlab olamiz va bizga hozir kub juda ham kerak. Buni ya'ni GZ tugmasi bilan yuqoriga ko'tarib olamiz va Shift A tugmasi bilan yangi plane qo'shamiz va S tugmasi bilan biz uni kengaytiramiz. Kengaytirib olganimizdan so'ng va biz buni bitta qaytamiz Ctrl Z bilan va S Y bilan cho'zib olamiz. Chunki bizga hozir cho'zganimiz ma'qulroq. Va yana S X tugmasi bilan biroz yoyamiz. Bu kubni ya'ni Y o'qi bo'ylab orqaroqqa suramiz. Ya'ni GY. Shunisi yetadi va buni ozgina biroz yuqoriroq ko'tarib olamiz va buni ham biz SY tugmasi bilan biroz cho'zib olamiz, ko'rganingizdek. Va bunga endi ozgina modifier qo'shishimiz mumkin. Bundan oldin biz ya'ni buni tagiga oyoqlar qo'shishimiz mumkin. Buning uchun biz yana Shift A tugmasi bilan yangi kub qo'shamiz va uni kichraytiramiz va undan so'ng va SZ o'qi bilan biroz cho'zib olganimizdan so'ng GY o'qi bilan orqaga surib olamiz. Hozirgi darsimizda biz asosan bu aylanuvchi g'ildirakni, ya'ni modelini yaratish iborat bo'ladi va shuningdek biz tab tugmasi bilan edit modga o'tamiz va yuqoridagi ikonni ko'rgan bo'lsangiz, buni bosamiz va bu tanlangan obyektimizni yuqori qismini tanlab olamiz va I tugmasini bosib ichki yuza hosil qilib olamiz. Va shuningdek, hosil qilganimizdan so'ng biz I tugmasi bilan yuqoriga ko'tarib olamiz. Mana ko'rganingizdek. Ya'ni bu yerda oyoqlari hosil bo'ldi. Ya'ni bu tirgak sifatida bajaradi bizni bu apparatimizga. Endi shuningdek, biz buni va tab tugmasidan o'tgan holda va yana buni Shift tugmasi bilan va Y tugmasini bosgan holda duplikatsiya qilib olamiz. Va bu yonga surib olamiz. Ya'ni ikki yonda oyog'i hosil bo'lishi kerak. Bizning asosiy maqsadimizdan iborat bo'lgan. Va endi bu kubimizni ham biroz modifier qo'shib o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, general bo'limida har doim foydalanadigan bevel funksiyasi bor. Biz bundan foydalanishimiz uchun, ya'ni biz segmentlarni ko'paytira olamiz. Ko'rganingizdek, o'shanda juda ham tiniqroq bo'ladi. Va buni o'ng tugmasini bosib sichqonchani shade mode qilib olamiz va tiniq holatga keldi. Va tab tugmasini bosgan holda, ya'ni shu obyektni tanlab va bu yuzani tanlaymiz. I tugmasini bosgan holda biroz ya'ni ichki yuza hosil qilib olamiz. Va hosil qilganimizdan so'ng biz X tugmasini bosib va face tugmasini bosib ichki yuzasini o'chirib tashlaymiz. Va shuningdek biz yuza hosil qilib oldik va tab tugmasi bilan yana object mode'ga o'tamiz. Bizning asosiy holatimiz hosil bo'ldi. Endi bizga kerak bo'ladigan asosiy qo'shimchalar bor, ya'ni buni ishlab turadigan va bu g'ildirakni aylantiradigan asosiy dastaklar va shunga o'xshash qurilmalarni asosiy aksessuarlari bor. O'shani yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yana biz avvalo Shift A tugmasi bilan biz silindr qo'shib olamiz va Z bilan yuqoriga ko'tarib va buni RX tugmasi bilan 90 ni bosib 90 gradusga aylantirib olamiz va X uzr S tugmasi bilan buni biz kichraytirib olamiz va S Y tugmasini bosgan holda biroz cho'zib olamiz. Va cho'zib olganimizdan so'ng biz buni yana ya'ni S Shift X tugmasi bilan adashib ketdik. Ya'ni S tugmasi bilan biz buni ya'ni Y tugmasi bilan, ya'ni X tugmasi bilan biroz kichraytirib olishimiz kerak bo'ladi. Biz S tugmasi bilan biroz kichraytirib olib va S Y tugmasi bilan cho'zib olamiz. Va ko'rganingizdek biz buni cho'zib oldik. Endi biroz
Y tugmasi bilan orqaga suramiz va yana biroz surib olsak Y tugmasi bilan va shunisi yetadi. Va tab tugmasi bilan object mode qilamiz. Ctrl R tugmasi va buni biz biroz bu yoqqa surib olamiz va shunisi yetadi. Buni yaratib oldik. Endi keyin qiladigan ishimiz biz ya'ni bu ikkita asosiy shaklda va bu jihatdan bu jihatga kesib olishimiz kerak bo'ladi. Avvalo biz buni tanlab olamiz. O'rta uchrasi qolsa yetadi. Buni ham xuddi 3 ta o'rtada qoldiramiz. 4-sini ham qoldirar ekanmiz, chunki bu yerda perpendikulyar bo'lishi kerak. Va shuningdek pastda ham 4 tasini qoldiramiz. Mana ko'rganingizdek bu yerda perpendikulyar va simmetrik joylashdi. Bu yuzalarni biz X tugmasi bilan face ni bosib o'chirib tashlaymiz. Va bu yuzani tanlab ham X tugmasini bosib face qilamiz, o'chiramiz. Endi biz qaytadan shakllantirishimiz kerak, ya'ni Shift Alt tugmasini, ya'ni oldin biz buni ikkinchisiga o'tkazib olamiz va burchakni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Shift Alt tugmasini bosgan holda sichqonchani chap tugmasini bosib va ko'rganingizdek butun burchak tanlab olindi. Buni ham tanlab olamiz va F tugmasini bosganimizda xatolik yuz beradi. Buni oldini olishimiz uchun Ctrl Z qaytib yana F tugmasini bosamiz. Mana ko'rganingizdek burchak bilan hosil bo'libdi. Endi xuddi shu ko'rinishda biz bu jihatini ham yaratib olishimiz kerak bo'ladi. F tugmasini bosasiz, mana ko'rganingizdek hosil bo'ldi. Endi keyin qiladigan ishimiz Shift Alt va sichqonchani chap qismini bosib F tugmasini bossangiz to'ldirib oldik. Ya'ni keyingi aksessuar deydi-yu, ya'ni qismga bog'lanish uchun asosiy rol o'ynaydi. Biz keyingi qismni ham yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Shift A tugmasi bilan circle qo'shamiz. GZ bilan yuqoriga ko'taramiz va G Y tugmasi bilan yonga va biz buni cos shaklida keltirib olishimiz kerak. Ya'ni endi aylantirishimiz kerak undan oldin R ya'ni Y 90 gradus va buni biroz kichaytirib olamiz. X ortografiya qilgan holda G Z tugmasi bilan pastga tushamiz va G Y tugmasi bilan bu yonga suribamiz. Ya'ni asosiy markaz mana shu yerda bo'lishi kerak. Va ko'rganingizdek mana shu holat G Y bilan surib olamiz. Shu holatda menimcha yetsa kerak. Ya'ni Y ortografik G va GX tugmasi bilan biroz surib olamiz. Modelni yaratish biroz vaqt oladi. O'shaning uchun men sizlarga batafsil tushuntiryapman. Videomizda ham buni vaqtni biroz cho'zib ketgan bo'lishi mumkin. Va S tugmasi bilan yana biroz kichraytirib olamiz. Shuningdek, shu razmerda yetadi va bu circle ni tanlagan holda va tab tugmasini bosamiz. Ya'ni circle degani bu aylana degan ma'nosida ingliz tilidan va biz yuqoridagi paneldagi bu birinchisini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Va ES tugmasini bosib ichki yuzay emas, ichki taraflarga tortib olishimiz kerak bo'ladi. Va shuni hosil qilib olamiz. Va ko'rganingizdek, ya'ni biroz mana shu holatga yetadi. Endi A tugmasi bilan butun qismini tanlab olganimizdan so'ng I va X tugmasini bosib biroz surib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu holat bo'ladi. Mana ko'rganingizdek mana shu holat yetadi. Endi keyin qiladigan ishimiz biz 3-qismga o'tib olamiz. Buni biz klaviaturam 1 2 3 mana ko'rganingizdek bosyapman. Klaviaturam 1 2 3 klaviaturam bosganingizda ham o'zi avtomatik jihatdan o'zgaradi. Mana 1 2 3 ga o'tib oldim va keyin qiladigan ishim men bu simmetrik bo'ladigan bo'lsa, bu yon va to'rtalasini tanlab olishim kerak bo'ladi. Va bu to'rttani ham, ya'ni oldin bilan o'chirib tashlashimiz kerak ekan. Ikkalasini qoldirdik. To'rtala va pastdagi to'rttasini ham tanlab olindi. Mana ko'rganingizdek. Endi tanlab olganimizdan so'ng biz E tugmasi va ko'rganingizdek Y tugmasini qilganimizda o'zi avtomatik jihatdan tortilyapti.
mana shu holatda uzunlikda yetadi va biz bu qismini, ya'ni tekislab olishimiz kerak. Ya'ni S, Y qismini bosamiz va Note tugmani bosganimizda o'zi avtomatik tekislab oladi. Va shu holatda bizga yozsa yetadi va keyin qiladigan ishimiz, biz buni ya'ni ko'rganingizdek rating hosil bo'ldi. Endi biz buni Shift D qilib kopировать qilamiz va Y tugmasini bosgan holda bu yonga surib olamiz. Bu yana 3 marta bizga kerak bo'ladi buni hosil qilishimiz uchun va buni biz ya'ni R X tugmasini va 180 bosganimizda sinkraska aylanadi va G Y tugmasini orqaga surib olamiz. Bu keyinroq bizga kerak bo'ladi. Hozir biz bu qism bilan yana batafsil shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Tab tugmasini bosib qaytadan, ya'ni 2 tugmasini bosib ikkinchisi qilib olamiz. Shift Alt tugmasini bosib va mana shu qirrani tanlab olganimizdan so'ng va Y ortografik o'tamiz. Shuningdek, I tugmasi bilan va X tugmasi bilan bu yonga biroz suramiz. Mana shu yetadi. Y ortografik, X surt qilamiz. S tugmasini bosgan holda va hamma yonga surib olganimizdan so'ng va shu holatda va yana surib olsak yaxshiroq bo'ladi. Biroz Ctrl Z bilan qaytamiz va S tugmasini bosib mana shu yetadi. Va undan so'ng bu qismdagilarni, ya'ni va 3 ga o'tamiz qaytadan. Va Ctrl tugmasini bosgan holda, ya'ni Shift Alt tugmasini bosgan holda hammasini tanlab olamiz va Y ortografik o'tkazgan holda I X tugmasini bosib va bu yonga aylantirib olamiz. Bundan asosiy maqsad, ya'ni xuddi bu tirkakka bu qismi bog'lanib turadigan shaklda bo'lishi kerak. Va Shift Alt tugmasi bilan bu qirlasog'ini tanlab olamiz va F tugmasini to'ldirib olamiz va G X tugmasi bilan biroz, ya'ni surib olamiz, xuddi bo'rtib turganga o'xshab. Ko'rganingizga hozir bo'ldi. Endi buni biz yana shu holatda duplikatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Shift D va biz X tugmasi bilan bu yonga surib olamiz va shuningdek shu holatda, ya'ni R Y deb va bunaqasiga 90 qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va yana surib olar ekanmiz. R Y 90. Ana shu holatda bizga yetadi. Va Z ortografik o'tkazgan so'ng G X tugmasi bilan bu yonga surib olishimiz kerak bo'ladi. Bunga yaqinlashtiramiz, chunki oradagi bo'shliq hosil bo'lmashi kerak. Va buni ham xuddi shu holatga keltirib olamiz. Ya'ni bizni bu qismimiz tayyor bo'ldi desa ham bo'ladi. Va bundan tashqari biz buni bu ikki yonga bog'lashimiz kerak bo'ladi. Undan avval biz ya'ni G X tugmasi bilan ya'ni o'rtaga surib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rganingizdek, adashib ketdim. Buni tanlab surishimiz kerak. G X tugmasini bosib mana o'rtaga tushirib olamiz. Va tab tugmasini bosgan holda va X ortografik o'tib olamiz. G va Y tugmasi bilan biz bu obyektimizni cho'zib olishimiz kerak bo'ladi. Shu holatda yetadi. Mana fikrim bo'yicha. Va endi keyin qiladigan ishimiz, hamma tanlaymiz, Ctrl R tugmasi. Ozgina bu qism bo'yicha tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Va qaytadan Ctrl R va bundan o'tib olib va bu yonlarni biz tanlashni olib tashlashimiz kerak. Faqat yon taraf kerak ekan bizga. Ya'ni Alt E tugmasini bosib individualni face qilamiz. Va bunga bog'lab olamiz mana. Va bunga bog'landi, shunisi yetadi. O'sha bog'langani yetadi. Bizni bu qismlarimiz ham tayyor bo'ldi. Va bundan tashqari biz qilishimiz kerak bo'lgan boshqa ishlar ham bor. Tab
tugmasi bilan object modga o'tamiz. Ko'rganingizdek, ya'ni bu va bu. Ctrl G tugmasini bosasiz va bitta holatga keladi. Ajoyib ko'rinishga ega. Endi boshqa jihatlarni ham ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aylanuvchi g'ildirak bo'ladigan bo'lsa, biz Shift A tugmasi bilan circle qayta qo'shamiz va GZ bilan yuqoriga ko'taramiz. R tugmasi va Y tugmasini bosgan holda 90 gradusga aylantirib olamiz. Va G Y tugmasi bilan bu yonga surib olganimizdan so'ng va yana shuni bir narsani eslatishimiz kerak. Ya'ni buni g'ildirak qiladigan bo'lsa, buni aylanma markazi bunkam bir xil raznisada bo'lishi kerak. Ctrl tugmani bosgan holda butun yuza bo'ylab tanlab olamiz va buni aylanasi bunga tushishi kerak. Mana ko'rganingizdek, bu o'rtada bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'rtada. Va shunisi yetadi. Va buni biz biroz ya'ni cho'zib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yerga tegmagan holda. Va shunisi yetadi bizga. Va tab tugmasini bilan o'tib va bir tugmasini bosamiz. Ya'ni bu qismga o'tib olganimizdan so'ng ES tugmasini bosib, ya'ni ichki yuza hosil qilishimiz kerak bo'ladi g'ildirakni. Va ko'rganingizdek A tugmasini bosamiz va Y ortaga o'tkazganimizdan so'ng E va X tugmasini bosib g'ildiragimizni biroz qalinlashtiramiz. Va shuningdek, endi qiladigan ishimiz yana bittasi bor. Ya'ni ikkinchi qatorga o'tamiz va Shift Alt tugmasini bosib bu qiralarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Va Ctrl B tugmasini bosib va segmentlarni ko'paytirish uchun sichqonchani o'rta g'ildiragini bosib ko'paytiramiz. Va buni biz biroz bevel shaklda, ya'ni va shunisi yetadi. Ya'ni biroz shakl berdik bunga va shuningdek g'ildiragimizning ichki tirgagi hosil bo'lishi uchun biz bunga ya'ni har bitta qismdan tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yuza 3-ga o'tib olamiz va biz 3-o'tib olganimizdan so'ng buni va buni tanlaymiz. Bizga kerak bo'ladi va ortografik o'tkazgandan so'ng va 1-2ta buni tanlashimiz kerak, lekin biz simmetrik sifatda bu qismdan va buni tanlaymiz va Y ni bosamiz. 1 2 3 va bu yoqqa 1 2 3 va biz 1 2 3 tanlashimiz kerak bo'lar ekan. Mana Y tugmasini bosganingizda bu faqat bir tomonga siljiydi. Buni bizga to'g'ri kelmaydi va buning uchun Alt E tugmasini bosib individualni face ni bosamiz. Va ko'rganingizdek o'zi Y o'qiga keladi. Shuningdek, biz bu qismlarni biroz kichraytirib olishimiz ham mumkin, ya'ni bu holatga keltirib, shunisi bizga yetadi va o'rtada dumaloq kolsa hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tirgak sifatida. Hozir men S tugmasi bilan buni kichraytirib oldim. Endi shuningdek Shift S tugmasini bosib Cursor to Select qilib olamiz va Tab tugmasi bilan biz Object modga o'tkazib olamiz va shunga Shift A tugmasi bilan va bundan ya'ni circle qo'shamiz va R Y 90 gradus qilib o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Va biz buni biroz kichraytirib olamiz. Holatda ya'ni ushlab turadigan darajada va Tab tugmasini bosgan holda va ES tugmasini bosib ichki yuza hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va F tugmasi bilan ichki yuzasini to'ldirib olamiz va A tugmasini hammasini tanlab va E tugmasini bosib, ya'ni biz biroz cho'zib olishimiz kerak bo'ladi. Va shu cho'zganimiz menimcha yetadi. Va opsiya qaytganimizdan so'ng Tab tugmasi bilan G X tugmasi bilan orqaga surib olamiz. Va ko'rganingizdek, va endi shunday bo'lgandan so'ng Tab tugmasidan orqaga qaytib va 3-qatorga o'tib olamiz va bu yuzani tanlab olamiz. E tugmasini bosgan holda ichki yuza hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Shu yetadi va
va S tugmasi bilan biroz kuchaytirib olamiz va yana E tugmasini bosib va Y va S tugmasi bilan buni ham kuchaytiramiz. Ya'ni bu G va X tugmasini bosgan holda shu holatga keltirib va Y shunisi yetadi. Ya'ni g'ildirakni bir ko'rinish sifatida keltirib oldik. Va ikkinchi tomoniga ham xuddi shunaqa naqsh berishimiz kerak bo'ladi. E tugmasi bilan bosib yana ichki yuza hosil qilib olamiz va E tugmasini biroz surib va S tugmasi bilan qiyshaytirib olganimizdan so'ng va G va X tugmasini biroz orqaga suramiz. Va shuningdek shu holati menimcha yetadi. Va ichki bu g'ildirakni bu qismini tanlab olib boshqa, ya'ni o'rtadagi bu val ko'rinishda, ya'ni cho'zib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni E tugmasini bosamiz va bunisi holatda yetadi. Va biz tab tugmasi bilan orqaga qaytamiz. Shu bilan birga biz g'ildirakni ham tanlab olib, Ctrl G tugmasini olib bitta holatga keltiramiz. Va ko'rganingizdek bitta holatga keldi va buni G X tugmasi bilan orqaga surib olamiz. Shunisi hozircha yetadi. Va endi keyin qiladigan ishimiz bor. Ya'ni qayta yana circle qo'shamiz. Shift A tugmasi bilan circle, R Y 90 gradus qilib olamiz. X ortografik o'tkazib olib va shunisi yetadi. Tab tugmasini o'tib olib va birinchisiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi va S tugmasini bosgan holda ichki holatni hosil qilib olamiz. Va F tugmasini to'ldiramiz. To'ldirganimizdan so'ng hammasini tanlaymiz va bunda ham ya'ni extrude qilamiz. X tugmasi bo'yicha, X o'qi bo'yicha degani. Va ko'rganingizdek mana shu qalinlikda va yuza qismini tanlaymiz. Bizga kerakli bo'lgan yuzani tanlab chiqamiz. Ya'ni shift tugmasini bosgan holda va sichqonchani chap tugmasini tanlab turgan holda, ya'ni bosib bizga kerakli bo'lgan yuzani tanlab olishimiz mumkin. Va buni ham tanlab olamiz va pastdagi ham tanlab oladigan bo'lsak ko'rishimiz kerak va bu o'q yetadi. Va biz endi keyin qiladigan ishimiz E tugmasini bosib, ya'ni E tugmasini va Y tugmasini bosgan holda cho'zib olishimiz kerak bo'ladi. Shu holatda. Va S tugmasi bilan kichraytirib olamiz va G Y tugmasi bilan biroz surib olamiz. Shu val menimcha yetadi. Endi biz buni biroz kichikroq qilishimiz kerak. Chunki ya'ni aylanganda bu tagga tegib qolishi ehtimolligi bor. O'shaning uchun. Va tab tugmasi bilan obyektga qaytamiz va S tugmasi bilan scale ni kamaytiramiz. Menimcha shu holatda yetadi. Aylantiramiz. R X tugmasini aylantirganimizda muhimi tegmay qolishi kerak. Yetadi. Endi keyin qiladigan ishimiz bizni va ikkalasini G Y tugmasi bilan surishimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatda yetadi. Va Z ortografik o'tkazganimizdan so'ng va biz buni tanlab G va X tugmasi bilan biroz bu yonga suramiz. Va buni ham G, ya'ni buni tab tugmasi bilan va G tugmasini bosib X tugmasini bosganimizdan so'ng yana surib mana shu holatda yetadi. Va ko'rganingizdek bizni bir tomondagi g'ildiragimiz hosil bo'ldi. Mana ko'rganingizdek bizni bir tomonli g'ildiragimiz hosil bo'ldi. Va biz buni tanlagan holda va buni tanlab Ctrl G tugmasi bilan birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Va shuningdek buni ham biz duplikatsiya qilamiz. Ya'ni Shift tugmasini bosib va
bu yonga ko'chirib olganimizdan so'ng va y o'qi bo'ylab, ya'ni r y qilib 180 gradusga o'zgartiramiz. Mana ko'rganingizdek o'zgardi. Va z ortograf o'tkazganimizdan so'ng G va X tugmasi bilan bu yonga o'tib olishimiz kerak va shunisi yetadi. Va shuningdek biz o'rtaga bitta anaqa qo'yishimiz kerak. Ya'ni ushlab turadigan bulut shaklida. Buning uchun Shift A tugmasi bilan va silindr qo'shib olamiz. S bilan kichaytirib biz G Y tugmasi bilan bu yonga surib olishimiz kerak bo'ladi. G Y va R Y90 qilib va G X tugmasi bilan va S X tugmasi bilan surib olib va shu holatda yetadi. Mana ko'rganingizdek. Va buni va ya'ni bu va buni tanlagan holda Ctrl G tugmasi bilan bitta holatga keltirib olamiz. Mana shunday qilib Y X tugmasini bosgan holda va aylantirishimiz mumkin. Va bunga endi biroz oyoqlarni qo'shishimiz kerak. Shift A tugmasi bilan kubni qo'shamiz va S tugmasini kichaytirib olamiz. Va G va X tugmasi bilan yonga surib G Y bilan va bu o'rtaroqqa suramiz. Shundan so'ng ya'ni tab tugmasi bilan o'tib va bu qismni tanlagandan so'ng G Z tugmasi bilan pastga tushirishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rganingizdek past tarafga surildi. Va yana bu ikkinchi qismga o'tib olamiz va bu qirrani va qirrani tanlagan holda Ctrl B ni tanlab va shu holatda yetadi. Va ko'rganingizdek. Endi buni biz ham duplikatsiya qilsak bo'ladi. Ya'ni Shift T tugmasi bilan va X tugmasini bosgan holda bu yonga surib olamiz. Ya'ni buni ushlab turadigan tirgak sifatida vazifani bajaradi. Va ko'rganingizdek, bu modellashtirishimiz bizga hozircha yetadi. Endi keyingi qismimizda biz bunga ya'ni suyaklar qo'shishimiz kerak bo'ladi. Chunki bugungi darsimiz asosiy maqsadi shundan iborat. Va buning uchun biz avvalo buni tanlab hash tugmasini bosganingizda yashirib qo'yamiz. Ya'ni o'chib ketmaydi, yashirib qo'yamiz. Va oxirida biz buni qaytaramiz. Endi bu obyektni tanlab va tab tugmasini bosgan holda 3-qismga o'tamiz va yuzarni tanlab Shift S tugmasini bosib kursor select qilib olamiz. Va tab tugmasi bilan qaytamiz, ya'ni obyektni o'tga va bu yonga o'tganimizdan so'ng Shift A tugmasi bilan armature qo'shamiz. Va buni biz ya'ni RX 270 qilib olamiz. Va buni biz G Y tugmasi bilan ya'ni bu yonga surib olishimiz kerak bo'ladi. Va S tugmasi bilan kichaytirib olamiz. G va X Y tugmasi bilan keltiramiz. Bunga biz nom berib ketishimiz kerak, birato'la. Ya'ni suyak 01 desak. Suyak 01 bo'ldi. Va yana E tugmasi va tab tugmasini bosgan holda E tugmasini bossak, ya'ni suyaklarni tanlagan holda va biz bu bo'limga o'tib in front qilsak, ya'ni hamma obyektni oldida ko'rinib turadi. Endi biz buni biroz surib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni G va Y tugmasini bosgan holda bu holatga keltirib olamiz. Ya'ni G Y ham shunisi yetadi. Biz ya'ni E tugmasi bilan bu yonga surib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rganingizdek. Va bu tomonda 3 ta suyak bo'ladi asosan. Endi biz tab tugmasi bilan obyektga o'tamiz va shuningdek bu qismni tanlab olganimizdan so'ng
va uning tugmani bosib origin geometry qilamiz va Ctrl S tugmasini bosib cursor to select qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni asosan bu qismini tanlab olamiz va kelib olish kerak. Mana ko'rganingizdek yuqorida keltirib oldik va tab tugmasi bilan o'tamiz va shift tab tugmasi bilan armature qo'shamiz bu yerga ham. G va G X tugmasi bilan ya'ni chaproqqa surib olamiz. O'rtaga tushib oldi. Endi va keyin qiladigan ishimiz G holda keltirib olamiz. Ya'ni R X90 qilib olamiz va G bilan va Y tugmasi bilan surib olamiz. Ko'rganingizdek. Va surildi va yana E tugmasini bosib va Y tugmasini bosgan holda yana bitta bond hosil qilib olamiz. Va tab tugmasi bilan object modga o'tib va bu yerda bunga ham nom berishimiz mumkin. Ya'ni bu suyakni tanlab, ya'ni suyak 02 va birinchi suyagimizni tanlaymiz. Birinchi suyagimizni tanlaganimizdan so'ng va Ctrl tab tugmasini olib post modga o'tamiz. Endi biz bu qismga o'tib va invert kinematikni bosamiz. Bu suyagimizga biz invert kinematikni qo'shib oldik. Endi target va pol targetlarga holatni keltirishimiz kerak bo'ladi. Buni qidirib ham tanlashimiz mumkinmi? Buni keltirib olamiz. Va bunda bu qismga esa bond 001 keltiramiz. Chunki bu tanlaganingizdan keyin ikkita suyak bor. Ya'ni suyak 02 va biz ikkinchi qismni tanlaymiz. Buning sababi bizga bu juda ham kerak. Ya'ni bu asosan bu suyagimiz bond 02 ni asosiy qismi bu yaltiragan bo'lsa, bu muvozanatni saqlab turadi. Ya'ni bu bilan bog'langanda, ya'ni suyak 01 bilan bog'langanda. Va shuningdek biz yana bir xususiyatlar qo'shishimiz kerak bo'ladi. Avvalo, ya'ni bunga o'tamiz. Bunga o'tganimizdan so'ng va bunga tanlaganimizdan so'ng bone propertiesdagi invert kinematikda ya'ni biz kerak bo'lgan, ya'ni buni biz kuchaytirib olamiz va X o'qini qulflab qo'yamiz va Y ni va Z ni ham bu uchun va bu bog' uchun, ya'ni bu suyak uchun va ikkinchisi ham ya'ni bu suyagimizni ham biz ya'ni qulflab qo'yamiz va uchinchimizni esa qulflamaymiz. Ya'ni bu faqat shu ikkita target va bondga bog'landi va undan tashqari chunki bu aylanadigan sababli bu aylanmaydi, faqat cho'zilish sababli biz qulflab qo'ydik. Bu va bu suyaklar bu yerda rol o'ynamaydi. Tab tugmasi bilan object modga o'tamiz. Keyin qismimizda biz bunga animatsiya qo'shishimiz kerak bo'ladi va bundan oldin biz ya'ni bu suyakni tanlaymiz. Ya'ni bu qismni tanlaganimizdan so'ng va bu suyakni tanlab, ya'ni Ctrl P tugmasini bosib va bondni bosamiz va shunda bu birlashadi. Mana ko'rishimiz mumkin. Masalan, suyakni tanladik. Yana bir narsani eslatishimiz kerak bo'ladi va R va X tugmasini bosganimizda mana ko'rganingizdek jarayonda aylanyapti. Ctrl Z bilan qaytamiz va endi keyin qismimizda biz buni tanlab, ya'ni Ctrl tab tugmasini olib pause modga o'tamiz va bu suyakni tanlaganligiga e'tibor berishingiz kerak va Ctrl tab tugmasini bosib object modga o'tamiz va buni tagida yashirinib turgan ya'ni obyektimiz bor. Ya'ni buni tanlab olishimiz kerak va buni ham tanlaymiz. Va oxirida bu suyakni tanlaymiz va buni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni bizga kerak bo'lgan bu qismni tanlaymiz va bu suyakni tanlaganimizda va Ctrl P tugmasini bosib bondni bosamiz va bu suyak bilan bu qism birlashadi. Mana har bitta qismni ko'rib chiqishingiz mumkin. Tanlab R X tugmasini bosib mana ko'rganingizdek
aylanyapti, ya'ni bizga kerak bo'lgan qism ham. Va buni tanlab qayta va Ctrl Tab tugmasini bosib, endi bu qismni tanlaymiz va yana Ctrl Tab tugmasi bilan Object modga o'tamiz va bu qismni tanlab va bu suyakni tanlaymiz va Ctrl P tugmasini bosib Bone'ni bosganimizda birlashadi. Endi bizga kerak bo'lgan bir qism bor, ya'ni Alt H tugmasini bosganimizda, ya'ni bu oldin yashirgan qismimiz avtomatik jihatdan qaytib keladi. Ya'ni bu suyakni qayta tanlaymiz va N tugmasini o'chirib qo'yamiz va RX tugmasi bilan aylantirganingizda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana RX xuddi jarayonda bu g'ildirak aylanib, ichidagi narsani tortayotgandek. Biz bunga biroz animatsiya berishimiz kerak. Ya'ni birinchi notaga o'tamiz va N tugmasi bilan, ya'ni siqinchani o'ng tugmasini bosib Insert Keyframe ni kiritamiz. Asosan X tugmasi bo'ylab va oxirida bunga ham o'tamiz va RX tugmasi bilan bir marta aylanib kelamiz. Ya'ni 360 qiladigan bo'lsak, aslida bu xato ish, chunki faqat bir aylana sifatida aylanib qoladi, ya'ni sekinlanadi. Masalan, play tugmani bosganingizda faqat ko'rganingizdek mana shu kadr oralig'ida faqat bir aylana hosil bo'ladi. Buni to'g'rilashimiz uchun bu qismni tanlaysiz va G tugmasi bilan, ya'ni o'zingiz xohlagan joygacha surasiz. Va buni yana biroz suramiz. G va ko'rganingizdek, endi bu A tugmasi bilan hammasini tanlaymiz va Shift A tugmasini bosgan holda Linear Exploration ni bosamiz. Va ko'rganingizdek, mana aylanish cheksiz darajada davom etadi. Ya'ni buni o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Mana ko'rganingizdek, jarayonda xuddi g'ildirak aylanayotgandek animatsiya hosil qildik. Bunga o'zingiz xohlagan rang berib ham, ya'ni render qilishingiz mumkin. Va Cycles qutqasi har doim esingizdan tutsin va bu yerda PNGdan FFmpeg video tanlab, xohlagan faylni joyga tanlab va oxirida render qismini bosganingizda sizning jarayoningiz render ko'rinishga ega bo'ladi.